Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun darsimizni yana bir bor kasb standarti bo'yicha bag'ishlaymiz. Yuqorida birinchi va ikkinchi darslar aynan kasb standarti bo'yicha YouTube kanalimizga qo'yilgan. Bugun yana davom ettiramiz. Demak, bugungi asosiy mavzumiz mehnat vazifalari tavsifi, kasbiy rivojlanish va hamkorlik yo'nalishida. Xo'p, bunga demak ikkitasi kirilyapti. Ikkita kerak ekan, mehnat vazifalari o'zi ikkita ekan. Birinchisi o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish. Va keyingisiga albatta ko'rib o'tamiz. Demak, hozir asosiysi siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish. Va bunda asosiy siz qilishingiz kerak bo'lgan zarur ishlarning bittasi, siz mana shu mavzuni yaxshilab yodlab olasiz. Asosiy mavzusini hozircha ichak kirayotganimiz yo'q, asosiysi mavzusini yaxshi yodlab olasiz. O'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish. Demak, barchasi, ya'ni bizga keladigan mehnat harakatlari ham, zarur ko'nikmalar yoki zarur bilimlar ham har bittasi aynan mana shu bo'yicha taalluqli bo'ladi. O'z-o'zini rivojlantirish, kasbiy o'sish ekan. Demak, boshladik. Birinchisi mehnat harakatlari. Mehnat harakatlari. Qarang endi, muntazam malaka oshirish kurslaridan o'tish, malaka oshirish kurslaridan keyingi esa fanga oid, ya'ni u doimiy ravishda fanga oid adabiyotlar bilan tanishish. Seminar va treninglarda qatnashish, maktabning uslubiy kengashlarida qatnashish. O'zi demak, qarang, o'zi malaka oshirish kursidan nima qilyapti? Bu hammasi o'z-o'zini rivojlantirish kerak-ku. Kasbiy o'sish uchun malaka oshirish bo'ladimi? Doim ravishda fanga oid adabiyotlar bilan tanishish bo'ladimi? Seminar yoki treninglarda qatnashish bo'ladimi? Maktabning uslubiy kengashlari bo'ladimi? Bu hammasi albatta o'z-o'zini rivojlantirish uchun va shuningdek o'z tajribasini namoyon etish uchun ochiq darslarga tayyorgarlik ko'rish o'tkazish. Demak, ochiq darslar ham albatta bu ham o'z-o'zini rivojlantirish. Va keyingisi esa o'zining ta'lim faoliyatini yetarlicha baholash va o'zining ish amaliyotida kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish. O'zining, mana qarang, asosiy o'zi bunda endi o'z yoki o'zaro, o'zining degan kalit so'zlar bor. Mana shunga e'tibor qilasiz. O'zaro, o'zining degan so'zlar ko'ryapsizmi? Albatta o'z-o'zini rivojlantirishni olasiz. Va mehnat harakatlarida shunchaki aytib o'tilyapti. Ya'ni o'zining ish amaliyotida kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish deb. Ana endi qarang, zarur bo'lgan ko'nikmalarga o'tamiz. Mana o'zining kasbiy o'sishi, shu jumladan o'z-o'zini rivojlanish yo'lini aniqlash. Demak, o'z-o'zini rivojlanish endi yo'lini aniqlaydi va modifikatsiya talab qiladigan yo'nalishlarni aniqlash. Yuqorida mana qarang, yuqorida o'z demak asosan o'zining ish amaliyotida kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish degan edi. O'zgarishlarni amalga oshirish. Endi modifikatsiya degani o'zgarish deganda. Ana endi bu modifikatsiya talab qiladigan yo'nalishlarni aniqlaydi. Demak, kasb standartida yo'lini aniqlash, yo'nalishni aniqlash degan narsa bor ekan. Yo'lini aniqlash, yo'nalishni aniqlash, ko'nikma, yo'nalishni aniqlash. Va kasbiy rivojlanishida aktidan va chet tildan foydalanish. Qarang, kasbiy rivojlanishida yoki bo'lmasa faoliyatida aktiv va chet tildan foydalanish. Bular zarur ko'nikmalarga kiradi. Ana endi zarur bo'lgan bilimlarga o'z-o'zini baholash jarayoni, kuchli va kuchsiz tomonlarni aniqlash va o'zining kasbiy rivojlanishini rejalashtirish. Ikkalasida ham qarang, jarayon bor. O'z-o'zini baholash jarayoni, demak jarayon kechar ekan, va o'zining kasbiy rivojlanishi. Rivojlanish deganda ham bir jarayon. Va aktiv texnologiyalari, xorijiy til, nutq madaniyati. Aktiv texnologiyalari, xorijiy til, nutq madaniyatini bilish. Agar qaysida nutq madaniyati bo'yicha ketaversa, siz albatta o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish degan kompetensiyani olasiz. Nutq madaniyati bo'ladimi, xorijiy til bo'ladimi? Shularda berib o'tilgan. Va endi keyingi kompetensiyaga o'tamiz. Keyingisi esa endi hamkasblar va ta'lim oluvchilarning ota-onalari bilan hamkorlik qilish. Qarang, hamkasblar va ta'lim oluvchilarning ota-onalari bilan hamkorlik. Bunda ham mana shu mavzuni yaxshi yodlab olasiz. Hamkasblar, ota-onalar, hamkorlik. Demak, bunda jamoada ishlash bo'lib ketyapti. Hamkasblar, ta'lim oluvchilar ekan. Ana endi buni ham endi qanaqa harakatlarni ko'rib o'tamiz. Mehnat harakatlari, zarur ko'nikmalar va boshqalarni. Xo'p, qarang endi. Asosan mavzumizga qarang, o'zi hamkasblar bor ekan, ota-onalar va hamkorlik ekan. Mehnat harakatlarida endi qarang. O'quvchilarning ota-onalarini, mana qarang, o'quvchilarning ota-onalarini ta'lim jarayoniga jalb qilish.
o'quvchilarning ota-onalarini sinf va maktab hayotiga jalb qilish. Bunda aytganda qarang, bunaqa aytadigan bo'lsak, boshqacha aytadigan bo'lsak deylik, o'quvchilarning ota-onalarini jalb qilish va keyingisida ham o'quvchilarning ota-onalarini yana ham shu jalb qilish. Osonroq bo'lishi uchun-da endi. Keyingisida esa o'quvchining individual ta'lim trayektoriyasini loyihalashtirish. Ya'ni individual ta'lim trayektoriyasi deganda o'quvchilarning bilim olish yo'nalishini bilib olish kerak. Ya'ni trayektoriya degani yo'l yo'nalishini. Ya'ni bolalarning ma'lum bir qismi ingliz tiliga qiziqadi, tarixga qiziqadi, boshqalari esa matematikaga qiziqadi. Ana o'shani bilib olish kerakligini va o'shanga qarata ta'lim berish kerakligini aytyapti. Va keyingi esa bizda qarang, mana meta mavzu degan narsa bor. Meta mavzu degani bu o'z-o'zini tahlil qilish yoki bunday aytganda nima desam ekan bunda? Meta mavzu deganda asosan o'z-o'zini tahlil qilyapti-ku, refleksiya. Bunday aytadigan bo'lsak, ya'ni dars o'tasiz, ya'ni dars o'tayotgan paytingizda, ya'ni o'quvchilarning ma'lum bir qismiga video dars o'tasiz, ma'lum bir qismingizga jadval orqali dars o'tasiz. Ayni siz mana shuni qaysi biri o'quvchidan so'raysiz. Mana shu o'quvchidan qaysi biri samaraliroq bo'ldi, qaysi biri foydaliroq bo'ldi. Ya'ni o'zlashtirish qaysi yaxshi bo'lsa, ya'ni qarang, siz bilib olyapsiz-ku. Ana shunisi. Va keyin ko'pincha meta mavzuda siz biror bir mavzuni takrorlatish orqali emas, balki anglash orqali o'rganish bo'ladi. Mana shu bu meta mavzu deyiladi. Va keyin ta'lim trayektoriyasini aniqlash ekan. Va keyingisida esa tarbiyaviy muammolarni hal qilish va o'quvchilarni hayotga tayyorlashda qarang, kimlar bilan ekanda? Xodimlar, pedagog xodimlar, mutaxassislar, jamoat tashkilotlari, bo'limlar, yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik qilinar ekan. Qanday hamkorlik qilish degan joyi bor. Tarbiyaviy muammoni hal qilishda eslab qoling, mehnat harakatlarida tarbiyaviy muammoni hal qilishda siz ular bilan hamkorlik qilasiz. Mana keyin bu zarur ko'nikmalarda esa kasbiy muammolarni hamkorlikda hal qilish. Kasbiy muammo bo'ladigan bo'lsa, zarur ko'nikmalar turadi. Va keyin jamoada ishlash degan joyi ham bor. Keyingi esa turli xil muhitda har xil emotsional holatdagi odamlar bilan aloqa qila bilishingiz kerak bo'ladi. Bu degani siz maktabga har qanday ota-ona kelishi mumkin, to'g'rimi? Har xil kayfiyatda bo'lishi mumkin. Demak, siz o'sha bilan hamkorlik qila bilishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi esa mahalliy hamjamiyatning deyapti. Mahalliy degan paytda o'zi mahalla, shahar, ana ovul bo'ladimi? Demak, hammasi bu. Mana shular bilan ham hamkorlik qilishingiz kerakligini. Zarur ko'nikmalar bor ekan. Demak, zarur ko'nikmalarda jamoada ishlash, demak, kasbiy muammolarni hamkorlikda hal qilish, turli xil muhit, mahalliy hamjamiyat. Va keyingisi esa zarur ko'nikmalarga samarali ijtimoiy muloqot asoslarini bilish, hamkorlikning shakl va usullari, individual jamoaviy ishlash xususiyatlari. Demak, zarur bilimlarga samarali ijtimoiy muloqot asoslari, qarang, o'zi ijtimoiy deyapti-ku, bunda ijtimoiy deganda ham bir qancha insonlar nazarda tutiladi, ijtimoiy deganda ham. Demak, samarali ijtimoiy muloqot asoslarini bilish, hamkorlikning shakl va usullarini bilish. Demak, asosida aytganda, bu ham hamkorlik bo'yicha ketyapti. Hozir bizga, demak, o'zi faqatgina bizda ikkitagina kompetensiyamiz qoldi. Sizlarga darslarimiz ma'qul kelsa, albatta like bosasiz va obuna bo'lib, do'stlaringizga, hamkasblaringizga albatta videoni tarqatib qo'yasiz degan umiddaman. Va biz albatta kommentariyada ham o'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz. O'shanga qarata video chiqaramiz.